Endi meni ham eshiting. Gap yoshda emas, gap boshda. Ko'proq umr ko'rdi degani aqlliroq degani emas. Chunki kechagi ahmoq odamlar ham bugun katta bo'ldi. Любой konvertni oching. Mol dunyo zo'r xizmatkor, lekin povutni bersangiz, buzg'unchi xo'jayindir. Endi kengisini oching. Belavzlar, ertaga beraman deb, ertasiga oyog'ini berganlarning ro'yxati, arzimagan pulli deb hurmatni yo'qotganlar. Bu spiskaga tushish bizga yarashmaydi. Endi kengisini oching. Yaxshilab qarang. Bo'shmi? Ba'zida siz kutgan narsalardan hech nima chiqmasligi mumkin. Shunaqa payt siqilmay, yo'lda davom etish kerak. Kengisini oching. Xoyillar, kecha yoningizda qo'lingizni ushlab, ertasi kuni oyog'ingizdan tortadigan insonlar. Shuning uchun sirlaringizni ehtiyot qiling. Gapim tugadi. Gap yo'q. Yaxshi bola ekansan. Mani senga. Nima qilaman? Ko'cha qorong'u-yu, taqsam hech nima ko'rinmaydi. Ko'p narsani ko'rmay qo'ya qolganing yaxshi. Ko'rmaganga olganing o'zingga foyda. Mani ham senga. Buni faqat yolg'iz qolganingda uchun. Qanaqa foydalanishni esa o'zing yaxshi bilasan. Sog' bo'l.